Bismillah, alhamdulillah. Mana ayolimiz keldilar bizaga, niyat qilgan ekanlar, gender party qilishdi. Hozir ko'ramiz, ikkalovlari ham zo'r o'ylayotgan ekan. 50% o'g'il, 50% qiz deb o'ylayotgan ekanlar. O'zi 50% o'g'il, 50% qiz bo'ladi-da, bir xil o'zichalarni ham shunaqa deb qo'yadi. Endi birinchi bolajonlari kim bo'lsa ham farqi yo'q. Glavniysi biz uchun sog'lom bo'lishi kerak. Sekin tortamiz. Mana qamiz. Qani boy, gul, 3, 2, 1. Yana nima ekan? Twins, egizli, yana 1, 2, 3, 4, 5. Qiz bolachi. Вот, jinsi 100% qizlar. Glavniysi hammasi Allohdan xayrlisini bersin. Soliha, qoriya qiz bo'lsin. Ota-onasi chiroyli, bolachasi ham chiroyli. Keyingi skriningda kutib qolamiz.